Nima demoqchisan? Mana buni ushing. Tez ishlarni yuvib oling. Tushunmadim. Hozir telefonimdagi sigaret chekkan videolaringizni ko'rsataman, oyimga bilasizmi nima bo'ladi? Shuni o'zimi? Yo'q, yana bor. Mana, bemalol. Buncha ko'p. Biz bunaqa ishlarni akajon har kuni yuvamiz. Bola qoling. Tushunmadim. Aka, kofe ichgim keldi. Voобще ochibsan, qo'shing bilan. Kecha toqqa kim bilan bordingiz? Oyi, Qanaqa ko'p ichasan? trivatnom. Yondi shokoladi ham bo'lsin. Teshib chiqqur. Bo'ldi, mana fartugilar umuman boshqa bezovta qilmaydi. Hamma ishlarni qilib bo'ldim. Kechki ovqat aka. Nima? Kechki ovqat. Men tegimiz keldi, mantiq qiling. Yo, sizlar juda ham o'zinglardan ketib qolmadinglarmi? Oyimga aytib beramiz. O'zim aytib beraman. Oyi, Ha? Nima gap? xullas, mana ikkala qizingiz jonimga tegdi. Bittasi sigaret chekishini bilib qo'ygan, bittasi qizlar bilan tog'ga chiqqanini bilib qo'ygan. Shuni aytib, qo'rqitib, hamma ishini qildiryapti. Iloji bo'lsa, o'zingiz jazolang. Toqqa bording bolam. Bir shunaqa bo'lib qoluvdi. Sigaret ham chekdingmi? Bir har doim emas. Ha, endi yigitchilikda bo'ladi-da. Mayli, ishinglarni qilinglar. Senda gapim bordi, Sardor. Kela qil bolam. Kela qo'lim. Zato hammasidan qutuldim. Endi erkinman. Buvimdan qolgan yodgorlik. Nimaga demoqchi deylar? Mantiq.